Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Uzmobile'dan Ramazon aksiyasi, ya'ni tekinga 200 megabayt olishni ko'rsataman. Buning uchun siz My Uztelecom ilovasini yuklab olgan bo'lishingiz kerak. Hop, parolni terib kiramiz. Agarda siz birinchi marta kiradigan bo'lsangiz, qo'shimcha 1 gigabayt ham beradi. Mana pechib olganman. Men 2 kunnikini ololmaganman va men buni yo'q, uzr, men o'zi adashib ketibman. Boshqa nomerim orqali kirishim kerak ekan. Mana 200 megabayt olindi. Ya'ni bu sizlarga qanday beradi? Bu abonent, ya'ni nomeringiz faol holatda turishi kerak. Mana bayramona musiqa xizmati faollashdi. Ya'ni qolgan resurslarni Uztelecom ilovasida ko'rishingiz mumkin. Xullas, bizaga har xil tempdagi ana roaming Ramazon har xil anaqa bilan bizaga kuniga 200 megabaytdan beradi. Xullas, shu holatda bemalol olishinglar mumkin. Ya'ni qaysi aloqa operatori shunaqa tekinga megabayt tarqatyapti? Kommentariyada yozib qoldiring.